mana shu o'yinni o'ynamalaring hozir onam ko'rsalar menga gapirarlar karta o'ynayotganimizga. Bo'pti, endi bir marta uyingga kelib qolibmiz, hali ola qilavermagin. Biz o'ynaymiz, desanmi? O, joyida-yu. Menga o'tsa, Abbosga. Nega? Ha, mana. Yur. Karta o'ynayapsanmi? Salom. Yo'q, onam men karta o'ynamayman, bilasiz. O'rtog'im Abbos qo'lini tashlab ketdi. Voy, Guldek o'rtog'ingga aydor qilmagin. Bolam, o'ynayapsan-ku. Abbos, qara. Voy, assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Kitob mutolaa qilayotgandim. Behurmatlik bo'lmasin. Kartami? Ha, sen o'ynayotgan karting. Joker aytgan ekan. Onaning huzurida o'ynalgan karta hayotingni o'yin qilur. Mani odobim chidamaydi. Men ketay ona, kitob o'qiyman. Bu jinnimisan? Sen sigaret chekyapsanmi uyda? Hozir onam ko'rsalar menga gapirarlar. Bo'lma, tashavvur, vohma qilmagin. Bir qaqa tashiyman buni dovdir. Qani yurchi Abbos akang. Qovoq kalla. Naqaki. Meniki emasmi, Abbosga? Abbos! Ona. Idishlarni yuvib qo'yayotgandim ona. Mana Sigaret? ha, ichkaridagi sani sigareting. Do'stim, Jennifer Lopez aytgan ekan. Onaning oldida chekilgan sigaret hayot kabi sigaret. Zahmatning uchquni. Eyvoh! Ona idishlarni ko'rsating. Yuring. Yuvib qo'yay. Sen meni qutqardingmi? Onajon, biz tez kelamiz, ha? Voy Abbosjon, o'g'lim sizga ishonaman. Xo'p, ona yaxshi. O'rtog'ing bo'lmaganda seni ko'chaga chiqarmasdim, it. Xo'p. Qizdan gaplashib qo'ydim. Hammasi tayyor, ketdi. Qanaqa uspet qilasan?